Opa g'alati bo'lyapman-da. Nimaga? Qudalar stolga o'tirib oldi. Qo'yver yaxshi qarashadi. Zamira ham turib qoldi-da. Bo'pti ket. Zamira ketdik. Biz Zamirani o'zi rostdan ham aytdim sizga. Yo'q, endi yayrab kelsin dedim-da. Voy, assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Men aniq taklif qildim-da. Voy, Zamira birinchilardan chaqirgan. Bunday yayrab o'tirsin-chi, Zamira. Ber Zamira. Bu yerda hech kim yo'q-ku. Keladi Zamira, keladi. Zamira abla kelmasa olib berib. Nari bo'lsin ham. Nazira, uchiramiz 200 mingdan berdi. Normalnimikin? Qarindoshlari ham 400 dan yiqqan, opa, normal. Voy, ikkinchi. Men 400 ming berdim, kam emasmikan? Voy, normal, konvertga solib berdim. Obod tur Zamira. Zamira niyat qilib kapital uyingda to'y bo'ladi. Anu qiz kimni qizi ekan-a? Aytadi-ku, onasini surishtirib qizini olganda. Meni qizim, opa. Voy, assalom. Yur ovqatlanamiz. Qara. O'zini qo'yib yuborgan, semirib ketganini qara. Shunaqa ham bo'ladi mana. Voy, chiqdi. Voy, osib ketganingni. Nazira, men bu o'ziga Uber'ni o'ynayotgan ayol kim? Qarindoshingiz-ku, opa. Mana shunaqa to'yga bormasang, bilmaysan ham qarindoshing kimligini. Buni hozir hamma taniydi. Tadbirkor ayol Rushana-ku. Rushanami? Ha, bu yaqinda biznesini kengaytirdi-ku. Qanday qilib? Infinbankda zo'r sharoit yaratilyapti. Infinbankda tadbirkor ayol hamrohi nomli kredit liniyasi ochilgan. Unga ko'ra har bitta ayol qiz o'zini biznesini rivojlantirish uchun 1 milliard 650 million so'mgacha 7 yilgacha 21.99% da kredit olishi mumkin. Shunday qilib kuchayib ketgan ekan-da. Ha, Nazira, o'shancha bu qarindoshimga yaqin oynaymiz. Bizani ozg'in qilib qo'ygan. Hop, qara, semiz qilsang olmaymiz biz. Dugonalarni o'ynayapti. Men rasmiylar. Voy, semiz qilib qo'yibsan-ku, bolam, olmaymiz nima? Bo'pti, men sizga bera olamiz. Opa, meni kasam bor. Ha, uni yapti, bor. Zamira.